94-yillarda bo'lgan bu voqea bir qo'shni qishloqda bir bola dunyoga keldi. Onasi bolani boqolmaydigan darajada nosog'lom bo'lib qoldi. Ota qirqi chiqmagan bolani hali opasiniki, hali buni sudikka olib kelib turib, shunga qarab bergan, mana keliningni mazasi bo'lmayapti deganda, opalarda bir xil gap. Sababi nima uchun o'shalarda bir xil gap? Birinchidan, ularda fikrda o'tayotgan narsalar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Bolani o'ldirib qo'yaman, eplolmayman yoki eridan qo'rqqan bo'lishi mumkin. Shu hali opasiniki, hali buni sudikka olib borib kelgandan hech kim qabul qilmagandan keyin bizni qo'shninikka olib kelganda, bizni qo'shni ham chiqqanda kechqurun bo'lgan bu voqea. Shu ukajon, bilasan, bolalarim meni ham 10 ta bolam bor. Hammasi non yeyman deydi. Boshimda yerim bo'lsa, men buni eplolmayman taylab ketganing bilan. Deganda orqasidan eri chiqqanda, nima deyapsan? 10 ta bolaga rizq bergan Robbil olamin bittagina go'dakka bermaymi? Bekor aytibsan. Olib qo'y bolani degan. Bolani olib qoldi bular. Bola bulardikida katta bo'ldi. Katta bo'lish jarayoni, men shu qo'shnimiz bo'lganligi uchun o'sha davlat uylari yonma-yon qurilgan, eshitilib turaydi-da. Kechqurunlar toq ovoz eshitiladi, onamdan so'raydi. Ona, bular nima qilyapti desam, novotni lattaga o'rab, ezib suvni shu chaqaloqqa ichiradi. O'sha vaqtlari non topilish amri mahol bir vaqtda bolalarning hozirgi ozuqalari magazinlarda o'zi yo'q edi-da. Qiyinchilik zamonida o'shanda ham. Bola katta bo'ldi. Bola katta bo'lib, bularnikida 2-3 sinfgacha o'qib yurganda akalari keldida olib ketaman dedi. Olib ketaman deganda, endi katta qilgan o'zini bolasida bo'lib qolganda qo'shnimizda. Shu onaligi tutdi bolani bermayman deganda, o'shanda ham otasi haqiqiy ma'noda bizni qo'shnimiz, Alloh rahmat qilgur, Jo'ra buva, otini aytiraman deydi, to'g'rimi? Haqiqiy ma'noda Xudo uchun qilganligini isboti shu bo'ldiki, nima qilasan? So'rab keldim, berib berasan. Biz ishimizni qilib bo'ldik dedi. Bolaga javob berib yubordi. Keyin o'sha onani o'zi tili bilan guring beryapti, yaqinda gaplashganimda, bordim deydi, oradan deydi bir 2 oylik o'tgandan keyin bola yer bag'irlab yig'layapti deydi. Meni qanday berib yuborgan bo'lsang, shunday olib ketgin. Meni muncha qiynading, muncha meni ozorlantirding deb yig'layapti yosh bola. Mana o'sha bola bugungi kunda jamiyatda oilali, shukrki, 2-3 ta bolasi bor. Men bilan yozishib, qo'ng'iroqlashib turadi. Baxtli. Mana bizni qo'shnilarni mehnati bilan shu yigit sog'lom fikrlaydigan jamiyatda zo'r shaxs bo'lib yetildi. Mana bugungi kunda ayrim ota-onalar farzandlarini rizqidan qo'rqib hali sotyapti, hali abort qildiryapti, bular bo'lmas ishlarni qilyapti. Ey barakat topkur. Har bir jon o'zini rizqi bilan dunyoga keladi. Uni rizqi seni gardaningda emas.